Shou-biznes olamida o'ziga xos o'rin tutgan Shahlo Zoirova ilk bor eri va qaynonasini ommaga ko'rsatdi. Bravo kulgu jamoasi a'zosi Shahlo Zoirova o'zining Instagram sahifasiga ilk bor erining yuzini ko'rsatdi. U erini haj ziyoratidan qaytayotganda kutib olish jarayoni aks etgan videoni o'z sahifasiga qo'ygan. Unda aktrisaning erining yuzi ko'ringan. Shahlo Zoirova turmush o'rtog'i bilan tushgan barcha suratlarda uning yuziga yurak qo'yib qo'ygan. Videodagi izohda u kutganim deb yozib qoldirdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Shahlo Zoirova ilk bor qaynonasi kimligini ko'rsatgandi. Shahlo Zoirova xonanda Alisher Fayzning konsertiga mehmon sifatida tashrif buyurdi. U konsertga qaynonasi bilan birga borgan. Aktrisa birinchi marta qaynonasini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatdi. Shuningdek, qaynonasini birinchi raqamli ona ekanini ta'kidlaydi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.